Biraz ekranda ko'rinayotgandimiz. Hozir biraz problem bor deb qildik. Boshlayveraymiz. Light Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarım. Ekran oldiga qadrli ko'rurmanlar. Bugun ayam aldı bilan hammanglarning ayiminglarni tabriklayman. Uyg'ur Akademiyasi söhbatiga hoş geldinglar. Men Mag'firat Kamal. Bugün yeni bir alaylı program bilan huzuringlarda turibdimiz. Bu programda biz Münevver Uyg'ur yoshlaridan Ahmetcan Qosim va uning yangi nashr qilingan kitobi Uyg'ur kishi haqida suhbatlashamiz. Qiynamsa diqqatinglar bizda bo'lsin. Men mehmonimni taklif qilay. Ahmetcan Qosim efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, rahmet. Rahmet şu programga taklif qilganingiz uchun. Ben rahmat aytaman, vaqtingizni chiqarib programmamizda qatnashdingiz. İnsan qilgan ishi bilan tanildi. Ahmetcan sizni xalqimiz yozgan kitobingiz bilan tunji qadamda tanidi. Lekin siz to'g'riliq ma'lumotimiz yanada kam. Sizga o'xshash jasur va Uyg'ur uchun bir ish qilish yo'liga qadam bosgan yoshlarimizni yaqindan tanishni xohlaymiz. Shunga oldi bilan o'zingiz to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz, qani marhamat. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Mushu tomoshabinlar, ko'rayotgan tomoshabinlar, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin, ham oyinglar muborak bo'lsin, oyim kuni. Men ismim Ahmetcan Qosim, men 26 yoshga kirdim. Men Urumchi shahrida tug'ilgan 1996-yili. 15 yosh vaqtimda, 16 yoshga oz qolgan vaqtimda shu bizning vatandan mush Gollandiyaga chiqqan. Opam 2,5 yil burun chiqqan 2009da, mush 5-yil voqeasidan keyin. Men ondan keyin chiqdim 2,5 yildan keyin. Men vatandagi vaqtimda men shu to'liqsiz boshlang'ich maktabda Xitoy sinfida o'qigan, to'liqsizda Uyg'urcha sinfda o'qigan, to'liq o'tirdan keyin 1-yildan boshlab 1-yilda 1 oy o'tgandan keyin Gollandiyaga qaytib chiqqan opamning haqida men. Keyin shu Gollandiyaga chiqqanim yoqi Gollandiyada o'qiyotman, ham uningdan sirt o'qishdan sirt ishlayapman, ham 2020-yildan boshlab Uyg'ur davosining ichiga kirib, mush yili 4-oyda meniki yangi yozilgan kitobim Uyg'ur tushi degan kitobim gollandchada yozilgan kitobim shu Gollandiyada nashr qilindi. Sen o'rta maktabni Gollandiyada o'qidingizmi yoki Gollandiyada boshda til o'rgandim, undan sirt o'rta maktablarda o'qidim, to'liq sizlarni o'qidim, to'liq o'tirdim o'qidim. Andan keyin hozir Gollandiyaning Utrecht universitetida men yoqqa qonun o'qiyapman hozir 2-yilda, ya'ni qonun o'qiyapsiz. Kasbingiz bilan yaxshi. Siz bu kitobni Gollandiya tilida yozdingiz, shunday qo'yam. Gollandiyaga kelib bu yerda ham to'liq o'tirni tugatdingiz, undan keyin universitetda o'qidingiz. Qancha yil bo'ldi Gollandiyaga kelgani? O'qiyapsiz hozir davomlashyapti. Men Gollandiyaga kelganning yoqi asos jihatdan o'qiyapman. 2011-yilning oxirlarida kelgan. Hozirgacha o'qiyapman maktabda. Hozir men universitetning 2-yilda 3 yil jami universitet. Keyin hozir 2-yilda 2-yilni tugay deb qoldi. Majili yozliq ta'tildan keyin 3-yilga kiraman. 3-yildan keyin mening maktabim tugaydi. Siz nəhayət yaş, hazır, həm də 24 yaş degan nəhayət yaş, həm də hayat yolunun beşida degan gap. Bir tarafdan yeni bir dövlətə kelib, u yerga o'rganish, undan keyin o'zingizningki o'qishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish. Buning bilan yana Uyg'ur masalasi ko'ngil bo'lib, Uyg'ur masalasi haqida shunday bir kitob yozishni o'ylashib, shunday kitob yozibsiz. Bu kitobni yoziq sabab bo'lgan muhim asosiy omil nima? Men boshlabda 2020-yili mush Uyg'urlarning davosiga yangi kirgan chog'da men boshda shu Uyg'urlarningki tarixini o'rganishdan boshlagan, chunki bizning vatanda Uyg'urlarning tarixini tuzuk o'tmaydi, bizningki to'liqsiz yolimiz boshlang'ich vaqtda. Shu men boshda o'xshamagan odamlardan kitoblarni so'rab, mush Uyg'urlarningki tarixi to'g'riliq qanday kitoblar bor deb inglizcha kitoblarni o'qidim.
O kitaplarni o'qib bo'lgandan keyin yana mush Uyg'urlarning ishi qandaq, nima ishqa biz mush kun qoldik degan narsalar bilan shug'ullangandan keyin 2020-yilning oxirlarida Gollandiyaniki Gollandiya Kishilik huquq fondisiga kirib, men Kishilik huquq fondisidan boshlab o'xshamagan ishlarni qilyapmiz. Masalan, radiolarga chiqish, yo bo'lmasa parlament a'zolari bilan ko'rishish degandek, yo bo'lmasa o'xshamagan deymiz namoyishlarga chiqib degandek aşılardan şoğullandık. 2021 yılı ben bir Gollandiyanınki bir TV programmasına çıqqandım. Uyg'urlar meselesi so'zlaydigan. O TV programda asosiyatdan ko'rgan odamlar 1 millionga yaqin odamlar ko'ribdi ekan meniki deyman. Gollandiyada 17 million xalq bor. Demak 1 million odam ko'rgandi mening programga. Ondan keyin menga o'xshamagan reaksiyalar keldi. O'xshamagan odamlardan. Ondan keyin do'stim, Gollandiyalik bir do'stim menga deganti, sen agar xohlasang Uyg'urlar to'g'riliq bir kitob yozsang gollandchada, chunki Gollandiyada Uyg'urlar to'g'riliq yozgan kitoblar tuzuk yo'q. Uyg'urlarni Gollandiyadagilarniki Uyg'urlarni tushunaydisinmi, yoki ingliz kitoblarni o'qish kerak. Gollandiyaliklar kitob o'qish amroq. Agar sen xohlasang Uyg'urlar to'g'riliq bir kitob yozsang deganda shu chog'dan boshlab 2021-yil 3-oydan boshlab yozishga boshlagan. O'xshamagan narsalarni nima qilib yozib, mushu hozir 1 yildan sal oshgandiki oxiri chiqdi bu kitob. Shu Gollandiyaliklarninki mushu Uyg'urlarga tushunishga bir nima bo'lsin, bir kitob bo'lsin deb shu sababdan men yozdim. Ama ondan sırt Uyg'urlarga biz yoqqa deymiz, yoshlarga nima bo'lsin deb motivatsiya bo'lsin debmi yoki davoni o'xshamagan usullarni qilsak deb kitob yozishni qaror qildim. Hozir bir kitobim chiqdi. Shu sabab bilan yozgandim. Gollandiya tili bilan inglizcha bek farqli ekanda demak-a? Başqa bir til sistemasi ekanda. Gollandiya bilan ingliz tili endi farqli. Sirtdan ko'rilgan chog'da bek farqsiz bo'lmagan bilan, lekin Gollandiyaning grammatikasi degan jihatlarda xili farqli inglizchada. Bir davlatga kelib, bir boshqa tilda kitob yozish oson emas. Qisqa vaqtning ichida o'zingizning ana tilingizda yoki yaxshi biladigan burunqi tillaringiz emas, shu bag'an davlatniki ana tilda kitob yozish haqiqatan oson emas. Nurg'unlarimiz chet elda yashayapmiz. Endi shu davlatning tilida kitob yozganlar nayt az. Shuning uchun sizning bu yozgan kitobingiz nayt diqqatimizni tortdi, Uyg'urlarni xushal qildi. Rahmat. Yana bir jihatdan shu bir Uyg'urninki boshqa bir tilda, bu Yevropada yashayotgan davlat, Yevropadagi davlatlarda ishlatilayotgan tilda bevosita kitob yozishimi burun balkim oz uchragan bo'lishi mumkin. Mening bildig'im tozi yo'q. Tarjima qilingan kitoblar bor, lekin bu ularning tilida, o'zining ona tilida kitob yozish oson emas. Sizgami shunday tez bo'ldimi bu kitobni yozish bu tilda? To'g'ri, chunki Gollandiya bizning Uyg'urlarning ona tilimiz bo'lmagandan keyin bu gollandcha meniki 4-chi o'rgangan tilimda. Boshda Uyg'urcha o'rgandim, Xitoycha o'rgandim, keyin yana inglizcha o'rgandim. Keyin hozir gollandcha 4-chi til bo'ldi. Boshda men sal tamtirgan Uyg'urlar to'g'riliq bir gollandcha kitob yozishni, lekin keyin to'xtamay yozgandan keyin o'xshamagan odamlar bilan paranglashib qilgandan keyin qaror qildimda shu gollandcha yozsam bo'laverdi ekan deb. Keyin meniki gollandcha yozgan maqolamni tekshiradigan odamlar bor Gollandiyada. Mazmunni tekshirmaydi. Shu masalan bir ishki odamda grammatikli xato bo'lib qolsa, uni tuzitib beradigan odamlar bor. Golland tili Yevropaniki asosiyatdan nimidan bir test tili deb nim qildi ekan. Gollandiyaliklarning o'zimi ba'zan vaqtlarda gollandcha tilni ba'zan vaqtda grammatik jihatlarda xato qildi. Shunga men boshda nim qilmay shu nashriyotchilar bilan paranglashgan chog'da qo'rqmay yozavergan, keyin baribir yana qayta tuzitib bergan bo'lgan ekan.
Hımm. Sizin hamdy Uygurca emas, Gollan tilidämiş. Gollandiýanyň tilide, ýezişiňiziň sebäbi nime? Men ýaky Gollandiýa kelgänden keyin asas jihatdan gollan tilida därs ilingandan keyin, algandan keyin men wätendemi pakatlam 3 ýyllam Uýgurça öýrengen emas. Meniň Uýgurçada kitap Hımm. ýeziş, ýa bolmasa Uýgurçany ýaky kompýuterlarda mundaq ýaky kon ýezik bilen ýaky tip qilish nimem ýok meniki. Men undaq öýrenip bakmagan. Şoň Hımm. Hımm. Gollandiýaça ýeziş Edebi tiliňiz, tazy ýok-a Uýgurça? Dogry. Hımm. Haýyş. Okuyalayman, yazalayman, lekin ýa kompýuterda mundaq ýa härpler bilen nim Ha. qilmaýman. Ha, hımm. Ha, bir sebep o boluşy mümkin. Ýani bir sebep emde Uýgurnyňki meselesini bewasta çet elliklerge çüýendiriş üçin şulanyň tilida eserlerini ýeziş gerek. Dogry. Onu maksat kılgan boluşyňyz mümkin-a? Dogry. Çünki Hımm. Gollandiýada ýaly Uýgurlar dogurlyk kitap tüzük ýok emasmy? Ýa Hytaýlar dogurlyk kitaplar bar, ýa bolmasa bäzän kitaplar bar, ýa Uýgurlarnyňki. Bir talmyş kitap bar, hem Uýgurlar dogurlyk muşu ýakynda bir terjim kılıngan Gollandçyga terjim kılıngan kitaplar bar. Şoňa men aşny görüp Uýgurlarnyňki kitaby ýokken, Uýgurlar dogurlyk bir kitap ýazaý dep şu sebäpden men ýazgandym. Gollandiýaliklergemi bir tunuşdyraýym şu bizning Uýgur milletimizni dep. Hımm. Ha, ýaxşy bopdy, diýetiňizge ýetkizdi Hudaýym. Bu kitabyňyzyňki mezmuni nime hemde? Kitabyňyzda nimeläni ýazdyňyz? Bu kitap asas jihatdan meninki muşu wätendän başlap muşa çykkan köýgen näslerim, meselem 5-nji ýol wakasyny diýen näslerini asas kılıp ýazdym. Hem onundan sırtmy muşu Gollandiýanyňki Uýgurlarnyňki diasporasy, Uýgurlarnyňki muşu musapirçilyklar duş kewadyk bolgan problemler diýen şu näslerini asas kılıp ýazdym. Okşumagan wakalikler bar, özem köýgen problemlerni ýazdym. Onundan sırt Uýgurlarnyňki görüp atgan problemlerini ýazdym. Eň ahyrdymy bizninki Gollandiýa hökümetiga bolgan teklipim hem Gollandiýa hökümetiga bolgan undaq şert ýa-da teklip diýen näselerini eň ahyrda ýazdym. Oşo Gollandiýaliklergemi Gollandiýa hökümetigemi bir nim bolsun dep muş Uýgurlarnyň nim täblep kıldy, nim problemlerge duş kelyapdy diýen näse bir eňik bolsun dep şu dogurlyk ýazdym. Siz hem özüňiziň ösbetliş jarýanyňyzdymy ýazdyňyz? Şundakmy? Ya ösüp Sizin hayatyňyz emdi kitap meniň kolumda ýok. Anlaşymça ve bu kitapyň mezmunyny egerleşimçe şundakmyki dep oýadym, belkim hata bilip algan boluşym mümkin. Uýgurlarnyňki dämiz bu kitapnyňki iki paralelsy bar. Bir tarap Uýgurlarnyňki meninki köýgen näslerim wätendiki 5-nji ýol wakasy diýen näsler. Ýan bir tarap Uýgurlarnyňki kültürsy, Uýgurlarnyňki milli kimligi, Uýgurlarnyňki muşu örüp addy diýen näslerini ýazdym. Uýgurlarny bir tarapdan tunuşdurup, ýan bir tarapdan bizning Uýgurlar men duş kelatgan problemlerni ýazyp, eň ahyrda bu kitapny bir-birsinden nime mix kılıp etdikde birleşdirip diýendek. Keyin Uýgurlarnyňki muşu hem wätende hem mişede duş kelatgan problemlerimizni şu dogurlykdy ýazdym. Undaq bolsa Uýgurlarnyňki kadymdan tatyp hazyrgacha bolan medeniýet ähwallary, taryhy, onuň diýen hazyrky ähwaly bularny mundaq nähayat käň dairede apsyz esle. Kançı betlik kitap bu? Bu 160 betlik kitap. 160 betge bunçala närseni sığdyryş asan emes. Ben başta heli jyk ýazgan, başdaky ýeňi ýazylganda meniň kitabym asas jihatdan bir 380-350 betlerde çykkan. Lekin näşr ýaçlar bilen birde paraňlaşyp birde oturup nim kılıp sygyp 160 bet kılıp ýazdyk. Ha, ýaxşy bopdy. Ama mezmun jihatdan nähayat ýaxşy bopdy. Çünki Uýgurlarny tonuşduruş üçin olanyňki kim ekenligini aldy bilen oturup goýuşymyz gerek. Uýgurlarny köpünçe halk tonymaýdy. Hem bir neçe ýylyň ýakygy tonyýdyganlar köp.
köpeydi. Doğru. Şundaq bolsam Uygurlarnınki näde ýaşaýdyganlygy, olaryň taryhy, olaryňki medeniýeti, olar hakydaki nurgun närselerini köpünçe kişiler, çet elde ýaşapatganlar bilmeýdi, çet ellikler bilmeýdi. Doğru. Şonuň Çünki üçin Gollandiyadamo ýylky Gollandiyadamo Uygurlarny tunydyganlar asas jihatdan Uygurlarny şu ýalky şu kamplarnyň işi bilen tunydy. Uygur disi asas jihatdan hazır hemmiz bildigan bolup ketdi, lekin Uygurnyň kimligi, Uygur milletiniň kandak örüp adydy ba, kültürsi kandak, Uygurlar kanda ýalky bir-birisine arlaşdy diýen näsler ýalky o dogurluk ýalky bilim ýokçu Gollandiýaliklerden. Asas jihat şoňa aş Gollandiýaliklerge ýalky Uygur milletini düşünüş üçinmi, düşünüş asan bolsun depmi, aş dogurluk azrak näse kirgizip goýdum kitapnyň içine. Şu Uygurlarny ýalky kampy bilen lam emas, şu Uygurlarnyň örüp atdy, ýa-da Uygurlarnyňki kültürsi diýen tradisiýasy bilen tunusun dep şu dogurlukmy goşup goýdum kitapnyň içine. Elbette şu Uygurlarny tonuşduruş kerek. Çünki bir Uygurlarny kademi bir millet deyimiz. Kademi bir millet boluş asan emas. Olaryň medeniýeti bilen kademi bir millet boldu. Hazır hemde kamplanyly sözlep goýsak, bu millet hemde kiçik bir milletmi hemde şunuň üçin beşigmişnaq bir wakalar kewatamdy digen düşünçemi tuguldy. Şundaq boldy hem nurgun milletler şundaq oýlap galdy. Ämeliýetde bu milletine aýt kadymky bir millet türk halklarynynkine aýt asaslyk bir terkibi kysmyny teşkil kıldy. Onundan kin nurgun medeniýet yaratgan bir millet. Muşu jihatdan tutup düşündiriş kerek. Doğru. Men bu ýalky näşriýatçylar bilen Uygurlar dogurluk paraňlaşgan çagda ulamy ýeňi bu temany bilgen çagda ular bildiken Uygurlarnyň kim ekenligini, lekin Uygurlarnyňki taryhy näseni bilmeýdikendigde şulary düşündirip kysam ulamy heýran kaldy bu millet resmi ýalky kadimi milletken hem Uygurlarnyň şundaq ýalky uzun ýyllar taryhy bar eken. Enkin şu bizden duş kelatgan problemlarymyzni dep bersem şundaq heýran kaldy. Şu kitapny yazgyçmy bek uzak paraňlaşdy, okşamagan Gollandiýadan çykkan, ýa bolmasa Ýawropadan çykkan, Amerikadan çykkan haberlerini tokutmay bir-birisimizge äwätdik digende hem boldyk. Şu näşriýatçylarnyňki Uygurlar bolgan tunuşy, düşünüşi şundaq köplendi. Sizin okuwatgan muhit, sizin etrapyňyzda sabakdaşlaryňyz, okutgoýçylaryňyz ularmy Uygurlar hakynda bilemdi ýa-ki siz ular sözlep berdiňizmi? Meninki ýenemdiki dostlarymyň asas jihatdan hemmisi bildi. Men olar bilen tunuşgan çaglam diýen Uygurlarnyň kim ekenligini, bizniki kandak problemlerge duş kepatganlygymyzni, hem bizniki milletiniň kandak taryh bar ekenligini diýen asas jihatdan ýenemdiki hemmisi bildi. Meninki sawagdaşlarym asas jihatdan bildi diýendek hem Gollandiýaliklerninki Uygurlar bolgan tunuşy hem bilimi 4-5 ýylyň aldy garagançaly hely köp. 4-5 ýyl burun, 2017-den burun mezenki Gollandiýalar emas, meselem 2017-den burun Ýawropadyky birär döwletde Uygurlar disijiklar soraýtdy, kandak millet, näde turslar diýendek näse. Hazır Uygurlar desek derhal bildigan bolup ketdik Gollandiýada asas jihatdan. Şoňa burun men ýalky işläwatgan ýa-da sawdaşlarymlaga Uygurlar desem, burun soraýdy Uygurlar diýen näde turdy, kandak millet dep. Hazır Uygurlar desem derhal bildigan bolup ketdi. Şoňa Gollandiýanyňki muş haberdimi Uygurlar dogurluk hely jyk näselerini çykady Gollandiýanyň haberlerde. Şoň Uygurlar bolgan bilimi Gollandiýaliklerninki hely östi 5 ýyldan ýaky. Bu hamda şu tirişçanlyk bilen münasebetlikde sizge okşaş ýaşlarymyz bu sahada tirişgan syry Uygurny tanydyganlar, Uygurnyň dostlary köpüýdi dep oýlaýman. Emdi bu kitap ýeňi çykdygy diýme, kaçan bazarga selindi? Cümä güni 2 gün burun bazarga selindi. Ha, 2 gün burun. Undaq bolsa bu kitapnyňki Uygurlarny tonuşduruş we Uygur meselesini başgalarga bildirişdiki roli nime diýen bir sualym batdy. Hem de hazırjyna aýt ýeňi bu kitap. Bu 2 günniň içideki, 3 günniň içideki täsiratlaryňyz kanda? Bu kitap çykkandan keyin.
Hozircha texiyalqi başta mush kitobni birinchi aydan boshlab zakaz qilsa bo'ldi, lekin ashlaga juma kuni yo bo'lmasa shanba kuni qo'lga tushgan mush kitob. Shunga hozircha texi tuzukki yaqinda nima kamidi, baho kamidi bu to'g'riliq, kitobim to'g'riliq. Tunugun radioga chiqdim, Gollandiyaning bir radiosiga, shu radiosida Uyg'ur mushu kitobim to'g'riliq so'zladim. Atimi bir program bor radioningki, shu yerga chiqib so'zlayman. Endi mencha bir oy saqlab, keyin mush to'g'riliq savolingizga javob bera olmayman mencha. Ha, ha. Chunki bek yangi bu kitap yangi bazağı selinibdi. Xudoyim bilsa ko'p kishi o'qib Uyg'urlar haqida ma'lumotga ega bo'lar. Rahmat deganingizga. Sizning endi bundan keyingi planlarınız nima? Yana kitap yozish planınız bormi? Bundan keyin nima ishlarni qilishni o'ylashyapsiz? Kitap yozish nimam bor, kitap yozish xiyolim bor. Keyin mush Uyg'urlar to'g'riliq, hamda mana u kitap hamda Uyg'urlarninki kim ekanligi, Uyg'urlarninki duch kelayotgan problem to'g'riliq ham yozdim emasmi? Keyin ben bu kitobni jarayonini sal kengroq qilib, shu dunyodagi politikning ishi degandek dunyoda yuz berayotgan ishlarni qo'shib bir Uyg'urlarning ishini oshnoshcha tang akirib tang shunda bir geopolitik kitobdan birini yozaymikin deb ashuni o'ylashyaptim. Lekin uni maktabim tugagandan keyin anandan keyin qilishni boshlayman mencha qilsam. Siz endi qonun o'qiyapsizmi? Qonun jihatdami, ba'zi planlarınız bormi? Qonunda hozir 2-yilda, 3-yilga nima qilay deb qoldim. 3 yildan keyin tugaydi. Anki 3 yildan keyin shu bachelor deydi. Bachelordan keyin 1 yil master o'qishim kerak. Masalan, bir qonun sohasida yoki o'qiyman desam, men masterda shu yilgi Gollandiyaninki davlat qonuniy, asosiy qonuniy to'g'riliq shuni o'rganay deyapman. Undan keyin shu qonun bilan bir bo'lsa shu Gollandiyaninki shu hukumatlarda yo bo'lmasa tashqi ishlar ministrligi yo bo'lmasa ichki ishlar ministrligidan ishlaydigan yerlardan ishlashni xohlayman yo bo'lmasa advokat qilishni xohlayman. Men u to'g'riliq aniq qaror qilmadim. Uni shu yoqqa maktabim tugay yo bo'lmasa tugagan chog'da o'ylayman mencha. O'xshamagan yo'llar bor agar manga desam. Endi qonunmu Uyg'urlar uchun nihoyat muhim. Chunki Uyg'urlarninki qonun jihatda yetishgan odamlari ko'p emas. Har sohada gerçi biz bilim odamlariga, kuchga ehtiyojimiz bor. Yetishgan insonga, odamga ehtiyojimiz bor. Bu qonun jihatdami nihoyat yaxshi bir kasbni tanlabsiz. Qonun jihatdami cho'qim Uyg'urlarga texmi foydali ishlarni qila olasiz deb o'ylayman. Hamda qonun degan nurg'un narsani o'z ichiga oladi ekan. Adabiyot, falsafa, andan keyin siyosat, shularning hammasini o'z ichiga oldi. Balkim o'qiyotgan kasbingizda bularni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri. Men shunday deb o'ylayman hamda qonun nurg'un sohalarni o'z ichiga oladigan nihoyat muhim narsa. Biz endi qonunni toz yaxshi balki bilmaganligimiz uchun nurg'un o'zimizni qo'g'dashda ojiz kelib qoldik. Qonunni yaxshi o'rganish kerak. Bo'libmi xalqaro qonunni yaxshi bilish kerak. Xalqaro qonunlar Uyg'urning masalasi nima deydi? Qanday qilib biz o'zimizning haq-huquqimizni qo'g'day olamiz? Shu nuqtada men yoshlarimizningki cho'qim qonun sohasida yetishishni orzu qilaman. Atrofdan hamda bir necha yoshlarni taniyman qonun o'qiyotgan. Ularni rag'batlantirmay cho'qim shu sohada o'qinglar deb. Ama yanıla elbette öz xohlagan, öz yaxshi ko'rgan kasblarda o'qishni arzu qilamiz. To'g'ri. Siz endi ham qonunda ba'zi bir planlarınız cho'qim bordi, ham kitob yozish nemisidami, yana boshqa kitoblarni yozish planingiz bor ekan. Bütün ishlaringizga men muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Deganimga o'xshash bu qonun, undan keyin adabiyot, tarix bularning hammasi bir-birisi bilan birlashib ketgan. Bu sohada cho'qim yaxshi yetishib keta olasiz. To'g'ri.
Tarixni Eee, bilmesi bo'lmaydikan bu odam. Chuqur tarixni hozirgi zamonda tushunish uchun chuqur tarix o'rganish lozimkan. Shuni bek his qildim mushu 2 yilning ichida. Burungi yuz bergan ishlar, mushu masalan hozirgi jahonning masalasi, hozirgi jahonning masalasini tushunish uchun sovuq urushni tushunishingiz kerak ekan. Sovuq urushni tushunishingiz kerak uchun Ikkinchi dunyo urushini tushunishingiz kerak ekan. Ikkinchi dunyo urushini tushunmadingiz, Birinchi dunyo urushini tushunishingiz kerak ekan. Shu to'xtamay yoki tarixni yoki nima qilib mangsangiz, hozirgi zamonning ishinimi yoki tarixga yuz berganga o'xshash yaxshi tushunib mang'alaydigansiz. Albatta. Tarixni yaxshi bilish kerakka deb shuni his qilibsiz. Chunki odam o'zining kim ekanligini bilishi kerak. To'g'ri. Mayli qancha til bilsangizmi, siz boshqa bir millat bo'lolmaysiz-ku. Shu o'zininki odam To'g'ri. tegi-takdini yaxshi bilishi kerak. Tarix degan shu Hmm. eng tar ma'nodan olgan vaqtida shu o'zingizning kimligingizni bilishingiz. Keng To'g'ri. ma'nodan olgan vaqtida millatingizning kim ekanligini bilishingiz. Bu nihoyat muhim. Chunki tarixni bilmaganlar kelgusini planlayolmaydi deydigan bir gap bor. Önce biz tariximizni bilimiz. Qaysi ecdadның avlodi biz, ular nima ishlarni qilibdiki, qandaq ortiqchiligimiz bor bizning, qandaq alohidligimiz bor, madaniyat jihatda qaysi madaniyatlarni yaratdik yoki qaysi madaniyat bizning asosli madaniyatimiz. Bularni bilmay turib, endi boshqa bir madaniyatni o'rganishmi mumkin, hamda boshqa bir madaniyatni yaxshi ko'rib, shu madaniyat ichida yashashi mumkin, lekin aqlini topgan chog'da inson yana men kim degan bir izlanishda cho'qim bo'ladi. To'g'ri. Cho'qim bo'ldi. Shuning uchun bu tarix men kim degan savolga javob beradigan asosli bir soha. Shuning uchun sizning deganlaringiz aytib to'g'ri. Tarixni yaxshi bilishimiz kerak. To'g'ri. Faqat o'zimizning tariximizni emas, siz deganga o'xshash dunyoning tarixini ham yaxshi bilishimiz kerak. Chunki biz Uyg'urlar bir dunyoninki bir parchasi bo'lib yashayapmiz. Boshqa millatlarga o'xshashlar. To'g'ri. Bizmi bir dunyoninki bir qismi, bir tarkibiy qismi. Biz dunyodan ayrilib o'zimiz yashamaymiz. Shuning uchun dunyoning ichida bizning o'rnimiz nima deganni yaxshi tushunish uchun biz dunyoninki tarixini bilishimiz kerak. Hamda bizningki coğrafiyamiz, vatanimiz, bizning zaminimizninki qo'shni davlatlari, ondan keyin qit'asi, shularni yaxshi bilishimiz kerak. Hozir nurg'un dunyoga taralib ketdik, hamda butun millatlar shunda hozir bir yerda bir millatning birli zaminda yashashi mumkin emas hozir. Dunyo kichiklab ketdi. To'g'ri. Shuning uchun nurg'un yerlarga chechilib ketdik. Shuning uchun boshqa yerlarni bilishimiz kerak. To'g'ri. Sizni hamda boshqa siz hamda yosh turib shundaq bir kitob yozdingiz, o'zingiz bir tarafdan universitet o'qib o'tibsiz, ham universitet o'qib, ham bundaq bir kitobni yozish oson emas. Uyg'ur yoshlari chet elda qandaq qilganda ham vatani va millat uchun, ham o'zi va yashayotgan davlat uchun foydali bir odam bo'la oladi degan savolga qandaq javob berasiz? Uyg'ur yoshlari nimalarni qilish kerak? Siz nimalarni qildingiz? Hamda birinchidan chuqur mushu Uyg'ur yoshlari, mush chet elda yashayotgan Uyg'ur yoshlari chuqur o'zi yaxshi ko'radigan kasbni tanlab o'qish kerak. O'zi yaxshi ko'rgan kasbni tanlasa, shu chog'da yaxshi o'rganib ketalaydi. Masalan, men qonunga amroqdim ish qilib, qonunning qandoq ekanligi degan narsalarga men qiziqdim. Ham shu to'g'riliq ham qonun o'rgansam Uyg'urlarning ishiga ozroq foyda bo'ldi ekan deb qonunni o'qigan 2020-yildan boshlab. Şuna birinchidan shu o'zi yaxshi ko'rgan kasblarni tanlab nima qilish kerak, chunki biz Uyg'urlar uchun hammasida odamlar lozim. Bu yoshlar Yevropada, Amerikada yashayotgan yoshlar shu o'zi yaxshi ko'rgan bir narsani tanlab o'qish kerak, chunki bu yerda fursatlar bek chiqib bo'lgan ekan. Universitetlarga bora olasiz, o'rta maktabda o'qisiz, har qanday yerda fursatlar bek chiqib, bu Yevropadagi davlatlarda fursatlar bek chiqib. Undan sirt men beradigan bir nimam endi
Muşu bulupmu Yevropada yaşayotgan Uyg'urlar muşu Yevropaniki yuz berayotgan ishlarga diqqat qilib qo'ysa, Yevropa nima ishlar yuz beryapti? Chunki bizningki Gollandiya kichik bir davlat, Gollandiya bir kichik davlat bo'lgani bilan Yevropa ittifoqining ichida bir cho'ng rol o'ynaydi. Germaniya bilan Fransiyadan keyin shu Yevropa nima ishlar yuz beryapti? Masalan, Yevropa qonunida nima ishlar yuz beryapti? Yevropa qonuni masalan Yevropaningki qonuni asos jihatdan davlatlarningki o'zining qonunisidan yuqori turdi asos jihatdan. Shu narsalarni Yevropa nima ishlar yuz beryapti? Yevropadagi qanday qonunlar nima qildi? Yevropadagi mushu Ukraina masalasini qanday nima qildi? Bizning Yevropaningki bexatarligiga kim mas'ul bo'ldi deganda shu temalarga biroq nima qilsam, shu Uyg'urlarning ishini shu yerga bog'lab tushunish oson bo'ldi ekanda, chunki bizning yashayotgan qit'a bo'lganligi Yevropa. Amerikadagi yuz berayotgan politik ishlarga diqqat qilib tanlansa, Uyg'urlarning ishiga shundoq yaxshi nima bo'ldi. Chunki siz bir davlatningki xalqini, davlatningki kulturasini, davlatningki urf-odatini tushunsangiz, shu davlatning odam bilan paranglashishmi osonroq bo'ldi. Shular bilan shularning urf-odatiga tushirib, gap qilsangiz, ularmi jiqroq gapingizni anglaydi, jiqroq gapingizni tushunadi degandek, shu hammadan muhimi shu Yevropadagi chiqqan yoshlarniki shu fursatni chamishtirib o'zi yaxshi ko'rgan yerlarni, yaxshi ko'rgan kasblarni o'rganishni endi taklif qilma. Shu to'g'riliq yaxshi o'rgansa Uyg'urlarning ishiga kelgusiga yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat. Endi Gollandiya siz degan o'xshash kichik bir davlat. Men bordim Gollandiyaga, lekin nihoyatda xalqining tirishchan ekanligini his qildim. Aslida bir patqoqlikka patqoqlikdan hozir nihoyatda nurg'un mahsulotlarni eksport qila oladigan nihoyatda boy bir yerga aylanibdi. Shunda kichik bir davlat, zamin nihoyatda qimmatli, yer nihoyatda qimmatlikka, bir uyni selish, yer setib olish nihoyatda tez shunday bir davlatga nurg'un sayohat qilish jarayonida men bek ta'sirlandim. İngilizcenin Nederland shunday deymi? Yani bu yo'q bir davlat degan gap deymi uning ma'nosi. Shunday bir yerdan bir patqoqlikdan hozirga o'xshash bir Gollandiyani barpo qilish haqiqatan nihoyatda ko'p ishlashga to'g'ri keladi. Shuni shu g'alabani qo'lga keltiribdi Gollandiyaliklar. To'g'ri. Shuning uchun ham siz balkim bu yerda yashayotganda bu yoshlarimizga balkim shu ruh ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu bir yana bir jihatdan hamda bayim deb o'tib ketgandek siz ham bir tarafdan o'qib bir tarafdan mesela kitoblarni yozib etibsiz. Sizning kunlik hayotingizda cho'qim bir planingiz, bir intizom bordek his qildim men. Bu intizom bo'lmay turib, bunday natijalarni qo'lga keltirish, ham bir yoqdan tarix o'qishga tirishish, bir yoqdan dunyo vaziyatini tushunishga tirishish, kitob yozish, huquq, qonun fakultetida o'qish, bular hammasi oson emas. Shuning uchun sizning hamda kunlik mashg'ulotingiz qanday, nimalarni qilsiz, o'zingizni yetishtirish uchun, o'zingizni shu dunyoga loyiq hozirgi taraqqiy qilgan shu dunyoga loyiq bir yosh qilib yetishtirish uchun nimalarni qilyapsiz, qancha soat uxlaysiz, qancha soat ishlaysiz deganga o'xshash. Endi meningki maktabim bor. Maktabim birinchi o'rinda qo'ymanda. Maktab muhim bo'lgandan keyin opam boshlar deydi. Shu maktabni birinchi o'ringa qo'yman, lekin maktabda men uzoq turmayman, chunki mening maktabga boradigan soatim haftada bir bo'lsa 3 soat qo'shsam 3 soat, 1,5 soat, 6 soatlam borman haftada maktabga. Uningda vaqtim, bekor vaqtim, endi shu bekor vaqtlarimni endi qonun, o'zimniki darsni tayyorlab deganda shu to'g'riliq qilman. Lekin meningki shu yilqi men bekor turishga amroq emas, chunki bekor tursam men bir nima bo'lib ketaman. Shunga yoqqa men kitobni oldim, kitob o'qiydiganga, men kitob o'qishga bek amroq Gollandiyacha bo'lsa
inglizce kitaplarni o'qiyman. Agar u kitaplarni o'qib nima qilib bo'lsam, masalan, talog'a chiqib, masalan, mushu suhbatdan burun men 1 soat sirtda yugurib kirgandim, chunki odamninki salomatlik Hmm. uyni yuvarsangiz bo'lmaydi. Chuqur Tan salomat sog'liqqa diqqat qilish kerak. diqqat qilish kerak. Shu masalan, yugurgan chog'dami men birer soatlik podkast anglayman. Shu dunyo vaziyati to'g'rida. Mening o'xshamaydigan podkastlarim bor. Shu Spotify'da anglayman. O'xshamaydigan podkastlar bor. Shu podkastlarda sizga tushuntirib, nima qilib turdi dunyoning vaziyatini. Ham o'xshamagan podkastlarni anglasangiz, o'xshamagan fikrlarni anglaysiz emasmi? Albatta. Şoňlaşyk ularnyňki qandaq oýlaýdy, anki siz okşamagan pikirlerini oýlap bolgandan keyin şu aş pikirlerini nim kılıp özüňizden bir pikirini çykyrsyz hemde bir erkin dölet bolgandan keyin özüňizden pikir erkinligi bolgandan keyin özüňizniki pikirsini aş okşamaganmış adamlarnyňki pikirler bilen siz bir özüňizden pikirini şekillensin. Hem onundan sırt yana bir näse şu podkastlarny ya bolmasa habarlarny jyk anglagan çagda meselem o habarlarda, podkastlarda bäzän näslerini deýdi. Mesela Budapest kilişimi ya bolmasa Lissabon kilişimi deydi. Eğer men bilmesem bunu aşı podcast üçin toxtup koyup izleýmen de bu kançan tüzülgen, bu näme toğruluk diýen näse. O kilişim mu kanunyna kirgenlikin şunu izlep näme qyp koyma, izlep anki şu toğruluk jyqyrak näse bilmem. Okşamagan näseni izleýmen. Hem haber okuşka amraq meniki Gollandiýadaki haber applerim bar. Şu telefonlarym kögül boldy hazır. Telefonlarym görüp Gollandiýanyň haberlerini etken oqyman. Anken Washington Times bar, anken New York Times bar. Şularny oqyman. Anken bir ýaxşy bir haber kanaly bar, Politico diýdigan. Men bek amraq okşamagan analizler çykyp durdy. Okşamagan adamlaryň analizleri, okşamagan adamlaryň pikiri diýendek okşamagan haberler bolgan kin aşdýadym jyk näseni ügenäleýdikensiz. Anki Twitter'da jyklar çykyrdy, mandaq analizler bar, andaq analizler bar dep şunu körsiz, haklar qandaq inkas gaýtyrgan. Şuna näse ügensiz boldy. Anki mesela muş bäzi wagt işim düşüp galsyn bizninki kanun kitabym bar. Muş kanun kitapny säwme Tozumu okup ýaly. kelin kitapga. Muş Gollandiýanyňki muş Puhralar kanunynyň kitaby muş. Muş kanunlar bar. Anken başga kanun kitaplarym bar. Aş kitaplarny okuyman anken. YouTube'larda dokumentler görme, şu Ikinci Dünya Uruşy, ya bolmasa Soğuk Guruşçuluk diýen näselerini jyk görmem. Bek amraq aşlar görüş. Jyqyrak näs bilişki amraq şoňa men aş näselerini görüp, anken akyndyky dostum ködiňiz hakykatyn şu ýerde diýe düşem günni iş kılma, seşem. Aşdy Planınız barkende. Her hepde muş planlyk iş kılmaýan diýe asasça näme iş kılýatdy, näme iş kılmady diýendek. Şu aş näselerini kılma. Acı-munça dostlar bilen paranlaşyş çünki 24 saat muş kitap toğruluk bolmaýar, jokum dostlaryňyz bilen görüşýäňiz gerek. Albatta. Okşamagan näsini ýapsa, relax etmemiz gerek. Bir dalara çykyp, bir näs içip gelip ýa-bolmasa oýnap, tamak ýap geliş diýen näsler muhim. Şoňa aş näsdi jokum ýaxşy balans kılış gerek. Bolmasa adamnyňki salametçigi ziýan boldy. Albatta adam degen köp taraplimlik özüni ýetildiriş gerek. Onuň ostyga öz ýalňyz ýaşamaýdy hiç kандай adam. İjtimai bir ýem bogaşka, canlyk bogaşka çokum dostlaryňyz boluş gerek. Ularda oturup kahwe içip, çay içip, söhbetleşip, okugan näseriňizi tatyşyp, ýaşlar hemde. Çokum şunumy kılış gerek. Kitap halk sidap koymazmı biz? Bütünle kitap bilen olup ketken adam dünyadan ayrılıp kaldı. Öyle cemiyetimiz taz yaxşı düşenmeydi. Bekim paydası olup ketmeydi. Şunun için hazırki dünyada, vaziyette başkalar bilen kandak münasebet kılışını öğreniş gerek. Şunun için çokum sırtqa çıkıp dostlarınızga vaqt ayırışınızmı çokum zörür näselerin birisi. Onun için bu beden çeniktiriş diýdiňiz, ýaşlarynki meýli ruhy jähetden bolsun, manevi jähetden bolsun, saglyk jähetden bolsun, tän saglygy jähetden bolsun, muşu beden çeniktirişke çokum ähmiýet beriş gerek.
Hazır əmdə biz bopmu yaşlı əmdə bizning vaqtimizdə oncular yoxdu biz yaş vaxtlarda. Telefon, televizor, tabletlər deyimiz, bütünləymiş ekrana bağlanıb yaşavatımız hazır. Heç kimnin qolundan düşməydi bular. Hem de benim o ballarım var, ular qarsamamış şundaq cıq vaxtında ekranın aldı ötküzgəndək hərəkətsiz qalğandək his qılıb getmək şu. Ularla qorxmağa, yügrəb kir, mən şunu qıl deb getmək. Bu mənayət mühim əmdi. Çünki tən sağlıq olmasa o bədəndə sağlam aql olmaydı. Şunun üçün sizinki hazır ma programda burun yügrəb kirdim degan gapingizmi nima bək yaxşı gördüm. Çox xoşum. Salamet üçün texmi yaxşı öyrəniş üçün, texmi yaxşı gayələrini əməlgə aşırış üçün aldı bilən sağlam bir bədəni buluş gerek. Güçlük bir bədəni buluş gerek. Doğru. Bu əmdi yaşlarımızga mən şunu tavsiye qılaman. Çoxum çeniqiş gerek ola. Çoxum hayatıda bir gündə yoki həftədə bir neçə saatni şu bədən çeniqtirishga ayırışı gerek. Doğru. Çünki həftədə çıxmamas, əmdə 2-3 qıtım yügən insanlarmı yoxi bir talağa çıxıb bir saat, bir yarım saat hava yeyib gəlsənlərmi şundaq bədən şunda yoxi nim bo'lib qoldi da yoxi. Albatta. Şuna hem mushu 2020 yıldan keyin mushu koronavirus bo'ldi. Virusdan keyin Yevropada pek davlatlar lockdown qilib, ba'zi vaqtda ichib, ba'zi vaqt to'xtatib shu odamlarning Öyle solinib qoldik uzun vaqt. Uzun solinib qolgan yoki bir xil ritmisimi, odamlarning ritmisimi endi kunay desa yan bir yangi variant chiqib, yana to'xtatib butun yerlarni taqab degan qilgandan keyin odamlarning ritmisi asos jihatdan yaxshi bo'lmadi, o'tib ketgan shekilda endi. Shu hozir endi koronavirusning ishi misol besiqdi degandek hozir Gollandiyada ham asos jihatdan hamma uchuq hech qanday nima cheklama qolmadi. Shu ishda vaqtni nima qilib ya talağa chiqib yuguramizlar ya bo'lmasa bir ig'ir narsa ko'taramizlar shu degandek fitnessda ya bo'lmasa kickbox qilamizlar, boks qilamizlar degan shunday narsalarni haftada bir qatam qilib qo'ysang shu badanga shunda yaxshi foydasi bo'ldi. Yaşlar çoxum bununla əhmiyyət veriş gerek. Plan programlaydı mühim. Günlük vaxtını əmdi. Vaqt və qiymətli nərsəyə əmdi. Adam bu qiymətli nərsəni təzə qədərləb getəməydi ki. Vaqt bulmasa ən qiymətli nərsimiz. Şunun üçün bir plan tüzüb elib və şu planın içində çoxum şu bədən çeniqtir çıxımı vaqt ajratış gerek. Plan bo'lmasa, yaman qalayamqanchilik bo'lib ketsa, biraz chechilang'oliq yaxshi emas qanday javob aytganda. Yo'q, planni shu yilqi masalan gap kundanmayman desam, masalan gap birash gapda yo'q o'zini besib, shu plan bo'yicha ish qilay desangiz, yo'q anki kunab ketsizda, uni yo'q. Shu. Sal kunib olsangizlar bo'lgan narsa. Nurg'un şu natija qozongan odamlarning hayotga qaraydigan bo'lsak, bir xil intizom bağlığını, plan bağlığını, qattiq intizom bağlığını ko'ramiz. Qachon qo'pidi deganda 10 nima ish qildi, qahvasini soat qanchada ichdi, qancha soat gezdi ko'rdi, qancha soat kitob o'qiydi, 10 nima ish qildi degandek, ashtaq tartib bilan har kundagidek shundaq yashaydi ekan nurg'un odam. Ve şunun üçün vaqtını tejashlik xərcləyəşkə, işlətgəşkə çoğ nəticəni qo'lga keltirganki, hazır endi bizning zehnimizni chachadigan ishlarni aytib nurg'un aviaman deb o'tib ketgandek telefon, Twitter deymiz, Facebook deymiz, bu yerni nurg'un lozim bo'lmagan hamma narsa o'qib ketamiz. Aldığımızga chiqqan hamma narsa ko'rib ketamiz, video nimalarni ko'rib ketamiz. Shu odam vaqtning qanday o'tib ketganligini his qilmay qoldi ekan-ku, shu ijtimoiy taratib qoladi. Shuning uchun biraz irodani chin qilib, planli harakat qilish va vazifa qilish o'ziga. Haftada qanchalik kitob o'qiyman, qanchalik dars tekrarlayman deganga o'xshash narsalar muhim deb o'ylayman. Men o'quvchilarim mushaqda, vaqt haqida nurg'un deb ketaman ularga. Planinglar bo'lsin, programminglar bo'lsin deb.
To'g'ri. Eee, Azozdan keyin jiqroq qismi bo'ldi. Azozdan qilib sal kun olsangiz masalan kelib kunda 10 bet kitob o'qiyman ertasi 20 bet o'qib, yo bir haftadan keyin 30 bet o'qiydigan ish bo'lsin, shundoq azozdan boshlasangiz nim bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Albatta. Bularning hammasi shu plan bilan bo'ladi. Endi nurg'un kishilar bir narsa boshlaydi, boshlaganda nurg'un kishi boshlaydi, lekin davomlashtirib oxiri olib chiqqan odam nihoyatda oz bo'ladi shu. Bularning hammasi intizom bilan munosabatli deb o'ylayman. Nihoyatda yaxshi suhbat bo'ldi, Ahmadjon. Rahmat. Ya'ni sizning qo'shimcha qiladigan mazmuni bormi? Ya'ni men shuni deb qo'ygan bo'lsam degan gaplaringiz bormi? Yo'q, hamda asos jihatdan hamma gapni deyishdik. Shunday yaxshi suhbat bo'ldi. Meniki birinchi qatam Uyg'ur suhbati qatnashishim. Shunga boshqa qo'shib qo'yadigan narsalarim yo'q. Asos jihatdan mush program taklif qilganingizga shunday rahmat. Uyg'ur akademiyasiga rahmat. Hamma mushu ko'rgan tomoshabinlar, ko'rishganlarga rahmat. Men rahmat aytaman. Vatanda yoshlarimiz duch kelayotgan qismatlar hammamizga ayon. Ularninki Uyg'urlarning tili, tarixi, adabiyoti, diniy, san'ati va boshqa jihatlarni yezishi, tadqiq qilishi, hatto cheklangan deb aytishim bo'ldi. Bu mendan aytganda sizga o'xshash bir asarni o'tirib qo'yib Uyg'urlarniki tarixidan boshlab, ularniki hozirgi vaziyatini so'zlashingiz, tarixi kim ekanligini o'tirib qo'yishingiz nihoyatda muhim. Yig'ib aytganda Uyg'urlarning beshiga kelganlarni dunyoga anglatish va Uyg'ur tushi deb kitobning ismini bek yaxshi ko'rdim. Hamda Uyg'urlarninki tushi degan, hamda Uyg'urlarninki biroz kelajagi bilan munosabatli narsa. Buni tema qilishingiz hamda ahamiyati nihoyatda zo'r ham bu kitobninki. Kichik bir ish emas deb o'ylayman men. Bir yoshga nisbatan, 26 yoshlik bir yoshga nisbatan nihoyatda cho'ng bir ahamiyatli ish. Endi qimmatli ko'rurmanlar, yuqorida mushu tema haqida to'xtaldik. Boyda o'tib ketgan tema haqida to'xtaldik. Kunimizdagi ilg'or yoshlarimizdan biri bo'lgan Ahmadjon va uning kitobi haqida suhbatlashdik. Albatta biz yoshlarimizning o'zi yashayotgan davlatlarda o'qib, yetilib, yaxshi xizmatlarda bo'lishini umid qilamiz. Bunun bekrak Uyg'urligini unutib qolmasligini, vatan va millat uchun qayg'urishini, o'rgangan tilini, bilimini, zulm ostida xo'rlanayotgan, ezilayotgan vatani va xalq uchun ishlatishini dunyo xalqlari orasida mamnuba deb o'tirg'i chiqib, Uyg'ur davosi uchun bir kishilik hissini qo'shishini umid qilamiz. Ahmadjon Qosim, sizning ishlaringizga texim ko'p utuq tilayman, natijalar tilayman. Bundan keyin texim ko'p kitob yozishingizni, hatto yozmalarimizni balki maqolalaringiz bo'lishi mumkin. Bularni yozsangiz, albatta biz g'ururlanamiz. Yoshlarimizga, xalqimizga ilhom berishingizni shu emgaklaringiz orqali umid qilaman. Rahmat. Qadrli ko'rurmanlar, programmamiz shu yerda oxirlashtiramiz programmamizni. Ro'za Hayit, hammanglarning Ro'za Hayitinglarni tabriklayman. Xudoyim vatanda urug' tuqqanlarimiz bilan, oilamiz bilan o'lash-jo'lash Hayit bayramlarini qutlashga nasib qilsin. Yana bir programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh, rahmat. Xo'sh, Xudoyim omon.